Nogironlar aka to'g'rimi? 5 kuning bormi, 10 kuning bormi, bu banda bilmaydi. Taqdir qismatingga bitgani bo'lar ekanda. Evet. Yonina to'g'rimi aka? Ha? Hech kim bilmaydi ertaga nima bo'lishini. Bu bilan tanishib, mayda izolyatordan Nostupurga chiqqanman. Bu yerda 3 kishi o'tiribdi. Keyin bulardan bittasi meni chaqiryapti. Otim bilib olibdi. Otim bilib olibdi. Ilhom aka, bu aka emasmi deydi. Men tanimayman. Kecha kelganman. Men bugun Nostupurga chiqqanman, o'ritaga. Kelib o'tirib, nima qilay? Endi kunlar o'tdi, 5 kun o'tar, 10 kun o'tar. Kunlardan bir kuni bu bilan men tanishib qoldim. Gaplashyapman. Aytaymi nima aka? Qachonlardir buni ham otasi bo'lgan boshida. Onasi hozir yoshi bir joyga borgan. Vaqti bemahal kelib turadi. Opalari olib nima qilib ketgan ota qaytib, lekin qaytib kelmaydi. Demoqchimanki, bu bilan tanishib men yerda so'radim. Men 68, bu 74. Bolalikdan bosmagan aka bu. Bolalikdan endi yuraman deganda eng katta opasini qo'lidan tushib ketgan. Nima qilay? Sotdi o'zbegim. Doktor qayerda doktor? Ana mana yuradigan vaqtida bosmay qo'ygan. Bosmay qo'yib 18 yoshga 96-yil 23-dekabrda aka bu balog'at yoshiga to'layapti. 18 yoshga to'layapti-da, bosmay qo'yyapti. Qo'yganki shunaqa qilib taqdir qismat ekan. Bu yerga kelyapti. Endi shu o'tirsak bo'ladimi? Asossiz o'tiriblar narsalar. Mashina dildan suhbat. Bu yerda kelgandan keyin men bunday qarab qoching aka, u o'tkazsin mashina. Shu biz tog'amiz. 10 kun o'tdi, 5 kun o'tdi, bilan tanishib, mayda u bir amlaka degan odam bor. O'sha bilan gaplashib o'tirib, keyin men bu bilan bu hozir akam aytgandek, muhabbat yosh tanlamaydi, ko'ngil tanlar deydi-ku, ertami kech. Lekin men o'yladim, aytaymi, otam qachonlardir 4 opam, men bitta o'g'ilman. Xudodan so'rab, jon bolam, ko'ttingda shimim bo'lsin. Lekin go'rimda tinch o'tay, jonim bolam, bittagina bolamsan. Nafsingda pastda tepasini jilov qo'lingda bo'lsin. Sabrni bilgin deb dadam rahmatli go'ringni tinch yotib bekorga aytmagan ekanda. Lekin men o'yladim, oxiri 5 kunim bormi, 10 kunim bormi? Keyin men bunga qaradim. Olisdan kuzatdim, lekin juda kuzatdim. Opa ham biladi. 1,5 oymi, 2 oyga yaqin birga yurdik bu bilan. Oshing halol bo'lsa, ko'chada yedik-ku. Keyin aytdim, "Jon aka, agar bosmasa nima, erga tegishga haqqi yo'qmi?" Opaga ham aytganman. "Yo'q, erga tegishga haqqi yo'qmi?" dedim. Agar oyog'i bosmasa, lekin o'zbekchilikda bilasiz aka, armon bilan ketgan yomon. Yona to'g'rimi? Albatta. Armon bilan ketgan yomon. Keyin men aytdim. Bu bilan gaplashib, aqda yurdim, oxiri 3-dekabr 22 nogironlar kuni. Chiqilish shu opaga rahmatda. Hozir umraga, safarga chiqqan. Bola chaqasining baxtiga sog' bo'lsin. Kunlardan bir kuni ko'p aytadi. Bu yerda sengacha, mengacha, bungacha bunaqa to'y bo'lmagan. Bunaqa to'y bo'lmagan. Mana uyga bir kirsangiz, uyga dastimga Xudo bersin-da, uyimda bor-ku, siz bilan mendan boshqa hamma yo'q bor, Xudoga shukr. Lekin buni ham armoni yo'q. Kelin ust-bosh kiydi, boshqa qildi. Yo'q-a? Kelin ust-bosh kiygan. Mana shu yerda to'y bo'lib, o'zi отдельный xonada. Kalaskatan o'zim tushiraman, chiqaraman, o'zim kiyintiraman, yechintiraman. Lekin 5 yillik dunyoligini jon brat, buni men bilaman. Armon bilan ketgan yomon. Albatta. Baxtli bo'linglar. Endi bir insonda 2 yil to'lib 3-yil. Bir insonda dardini eshitib olsan emas o'zida. Chunki mana Xudoga shukr, qo'ltoyda bo'lsang yurar ekansiz. Hozir ichkarida biz ko'rmagan yotganlar qancha? Buni siz bilasiz, to'g'rimi? Yotardan Xudo saqlasin. Yotardan Xudo saqlasin. Mana ayolingiz ham misol uchun mana kalaskada bo'lsa ham yuryapti. Paypoqda o'qiydi, naski to'qiydi. Ha? Sotadi. Yo beradimi aytinglar? Yo'q, kimga kerak bo'lsa olib ketadi. Bir chiroyli to'qiydi. Vaqti bemahal. O'zingni eplab shu yerdan. Mana menga onkologiyani oldiga chiqsangiz aka, mashinani sentrga tashab qo'yadi. 8 ming. To'g'ri boraman, o'zligimni yo'qotman. Shayton mendan yiroq, jon birat. Otni siydik menga kerak emas. Bir marta opani ishonchini yo'qotdingmi, bo'ldi. Chunki Oblohudo degan odam u. 5-martami, 6-marta mana hozir safarga chiqqan 76 ni bolasi Nigor opa. Iloyim
toki tanamda jonim bor birat duodaman. Bu ham, u ham. Ilohim. Bolalarning baxtiga sog' bo'lsin, dunyo turguncha tursin. Bundan oldin bu yerda boshliqlar qanday bo'lgan burodi, lekin g'iybat qilmayman. Bordi bor, yo'qdi yo'q. Bor gapni gapiraman. Eskilarda otangiz, onangiz ham aytganim, bolam boshingga qilich kelsa ham to'g'ri gapir. Haq gapni gapir. Yoni to'g'rimi? Yo'q, to'g'ri. To'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi degan joyi ham bor. Lekin do'st achitib gapiradi kuni kelsa, dushman kuldirib gapiradi. To'g'ri. Bu yerda ham shukr qilaydigani bor. Lekin noshukr bandasi hamma joyda bor. Bu yerda emas, ko'chada ham. Yoni to'g'ri gapiryapman aka. Ha? Noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam ayting. Bitta gap, aka. Otingiz nima? Ilhomjon. Ilhomjon aka. Qo'shiningiz bilan qo'sha qaring. Baxtli Ilohim. bo'ling. Dunyo turguncha turinglar. Ilohim. Mana bugun mana shu kelib mana xursandchiliklarda mana ko'pchilik xursand bo'ldi. Mana do'stimiz qo'shiq aytdi. O'zlari mana 10 tadan oshiq yangi qo'shiq tayyorlaganda birinchi bo'lib mana shu kelib aytaman, mana shu kelib aytib berdi. Sizlar yo'q edilar ularga. Ha? Bitta oshna yangisini endi muzikasi bitta hech bo'lmasa bir ikki foto bo'lsa aytib bering endi. Men o'zim aytib beray shuni. Ha? Aytib bering. Otabek kirib kelgan, Otabek. Yoshligimda hali jip-jip jo'jalarim bo'lardi. Dadam Shuni aytasizmi? Onam meni olib borib qo'ysa, dadam aytarganda, dadam. Jon ayasi bittagina o'g'il bo'lsa, ya Xudo tavba qildim, ey, jip-jip jo'jalarni nima qilasan? Ey, ortga qo'y, mayda yursin, deb. Borsam jip-jip jo'jalarim. Keyin yoshligimda kichkina ruboblar bo'lardi, olib kelib bergan. Yaqinda degan opa bechara mana masjidlar o'yinlarni qurdirdi. Naraqlarni remont qildi, ish qilib baxtimizga shu yerda ko'p meni ko'ngil yarim odamlar duoda bo'lsin, kimga qanday ish qilib shu opa ish qilib bolalarni baxtiga sog' bo'lsin deb bechara. Otabek kirib keldi, Otabek. Va chipimda hali uyda bor-ku. Uyda. Uni Qumsagamda eshitib turaman-da. Gulsanam singisini ham o'zi Eshitaylik bo'lmasa. O'zi parvarish qilgan u. Eshitaylik bo'lmasa. U aytyapti. Men uni dedim tilda, balki dilingda bir olam dard isyon qilar, isyon dilingda. Unutmoqqa chog'landim-ku seni izmingla. Amring bajo qila olmadim gunoh qalbimda. Qandoq qilay jonim seni unuta olmasman ey. Sensiz yashamoq qaslo chida olmasman. Oy chida olmasman. Tarki dunyo aylab hamki najot topmadim deb egasi kelgan bu yerga. Egasi. O'shancha qo'shiqni ham akasi egasi aytsin-da. Ha, opaga rab, opa besirib olib kelgan. Aytib o'tirsa, bunday qarasa pishilab Otabek tushib kelyapti. Bordinglar, salomlar. Jon akasi shu qo'shiqni bir eshitdilarsam, muxlislarimizga biz aytib beramiz-da deb, hamma aytib berib ketdi. Baxtli bo'ling. Baxtli ko'rsatmasin. Kelganlaringga rozi bo'linglar aka. Hayda, yaxshi o'tkazib oling. Ilohim, yana shu vaqtlarga ham ko'p hammamizni yetkazsin. Qatordan xato qilmasin. Kelganlaringga rozi bo'linglar. Duodamiz. Ilohim, yo'llaring bexatar bo'lsin akasi. Qilgan xizmatlaringga rozi bo'linglar. Mayda ishlayotganlarda ham o'sha opa ham aytayapman-ku. Oblo Xudo degan odamda tanamda jonim bor, ish qilib o'sha opadan jon qarzim bo'lmasa ham hamisha o'ziga, bolalariga, shu yaxshi insonlarga hamisha tanamda jonim bor duodamiz. Xudoyim panohida asrasin. Fayz barakasini bersin. Bolalaringizni baxtiga siz ham sog' bo'ling. O ukalarim ham sog' bo'lsin. Yana shu vaqtlarga ham ko'p qatorda eson-omon yuzimiz yorug'. Xudoyim hammamizni qatorimizda xatolig'imizga yetkazsin. Baxtimizga shu ham oyoqda bosib ketsin. Allohu akbar. Mayli. Sog' bo'ling, baxtli bo'linglar. Bo'pti. Mayli. Bo'pti Farvon aka. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xizmat